Dostlar 2014-yıl qara Captiva'mız var. Eldeler resiydi bo'lgan. Fara bamper qo'yiladi. Balolarni e'tiborga olsa, balolar taptaza. Qara svetda. Tonirovka ruxsatlari bor. Qo'jalari cho'tki holatda turibdi. Probegi 165.600 km turibdi. Sidinalari lekin 80 ming yurganlar endi chiqarib boshlabdi. Holatlari вообще ideal soстояние turibdi. Pnevmatik var. İşte kopkaran oyup tuttu tonirovka bana. Maşinamız 2014-yıl bo'ladi. Captiva 3'ten 4 etiringeni. Metallari bor. Bir tane 30'lık içinde, 2 tanesi tiyinde turibdi. Общий 90'lık bo'ladi. Maşinamız holati yaxshi. Akkuratni qilingan. İşleri shuni holatda. Hech yerda qirchiq, kraskasi yo'q. Maşinamiz kraskasi родной. İçine himsiga kerak. Himsiga etib, akkuratni edib yuvib haydasangizlar, shuni cho'tki holatda turadi. Shunday go'zal holatda yana mashinamiz. Eldilar residda bo'lgan. To'g'ri chiqib ketaverasizlar. To'yda yurgan mashin. Yegadan mashinamiz. Shunday holatda yana. Kimga qiziq bo'lsa, telefon olsa 91 984 84 83. Mashinamiz 2014-yıl, Texpasport 14. Eldilari Captiva 4 bo'lgan, metallari bor, 4 baloni toza, kraskasi yo'q. Kimga qiziq bo'lsa, telefon urib savdolashingiz mumkin. Pulni ayiradimizda, puli 175 million so'm aytilib turibdi. Kelishiladi. Telefon urib, barter sarter ham bor. Qiziqsangiz mumkin.